Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Muhammad Ismoilov akademiyasi asoschisiman. Meni tanimaganlar uchun tanishtirib o'tmoqchiman. Rossiyada 4-kurs talabasiman. Kiberbezopasnosti bo'yicha, ya'ni axborot xavfsizligi bo'yicha yaqin diplom olaman. O'sha o'zimning soham, professiyam bo'yicha xavfsizlik bo'yicha o'qib ishlashim mumkin yoki bo'lmasa o'zimning akademiyamni rivojlantirib, Amazon Wildberries, Uzum, Yandex.Market, Amazon, ya'ni West o'sha marketplace'larda tovarni biznesni rivojlantirib, uni ko'tarib ketishim mumkin. Men ikkita yo'limda, deylik, yo'limda ikkita yo'l turibdi. To'g'rimda ikkita yo'l turibdi, to'g'rirog'i. Va 2025-yil juda ham muvaffaqiyatli keldi deb hisoblayman o'zimga. Shu vaqtgacha, deylik, masalan, boshqa yillarga nisbatan va 2025-yil qo'ygan hamma orzu-niyatlarimga ortig'i bilan erishdim va buning uchun birinchi o'rinda Allohga hamd aytaman, chunki men shu narsaga Alloh harakat qilishga sababchi qildi va erishganim uchun. Bugun sizlarga bitta orzuyimni aytib bermoqchiman. 2017-yildan beri men IT ni tanlaganman. O'sha vaqtda 2017-yilda IT tushunishlaring uchun juda ham ko'p odamlar bilmaydi edi IT nimaligini. Juda ham ko'p odamlar tushunishlaring uchun 2017-yil hozir ham bilmaydiganlar bor va IT so'zini itni o'qiyotganlar, prost itni o'qiyotganlar bor edi. Bu endi kulgili narsa emas. Bu masalan bilmagan odam shunaqa o'qiydi, chunki bizda bu IT bu ingliz tilidan kelgani uchun bizda O'zbekistonda itni o'qiladi. Va o'sha vaqtda men o'sha IT ni tushunardim. O'sha vaqtda o'zimning yoshlarimga nisbatan ko'p odamlardan nisbatan kompyuterda, ya'ni yo'q bo'lsa ham kompyuterim juda ham zo'r tushunganman va o'sha vaqtda tinimsiz rus tilida, o'zbek tilida juda ham kontent yo'q edi. O'sha kompyuter bo'yicha o'zbek tilida 2017-yil, 2016-yillar juda ham muammo edi, ma'lumot topish. Rus tilida qilyapti. O'sha vaqtda rus tilini bilmaganman, lekin o'sha videolar orqali rus tilini o'rganishni boshlaganman. Ko'rib, lekin ingliz tilida qanaydir, ingliz tilida resurs kam edi o'sha vaqtlar. Rus tilini o'rganish ancha yengilroq edi-da, ingliz tiliga nisbatan. O'sha uchun tinimsiz rus tilida video ko'rganman. Tinimsiz hozir ham faqat rus tilida video ko'raman. Endi kompyuter bo'yicha bir xil ma'lumotni o'zbek tilida olishdan ko'ra rus tilida olish osonroq bo'lib qolgan, chunki yoshligimda shuni ko'rganim uchun. Lekin o'sha vaqtlarda hakerlar deydi, boylarda, bunaqa filmlarda bo'ladigan chiroyli personal, ya'ni stol kompyuterlarni ko'rib niyat qilganman, shunday kompyuter yig'aman deb. Va 2024-yildan 25-yil o'tayotgan vaqtlari ana o'sha orzuyimga erishganman. Yiqqanimga почти 1 yilcha bo'ldi. Точно 1 yil bo'ldi. Lekin O'zbekistonga ketdim, bular kompyuterlar yig'ib tashlab, yana bugun qaytadan yig'dim va shu narsa qanaqadir video olishga sababchi bo'ldi. Ya'ni sizlarga men hozir videoning oxirida ko'rsatib ketaman, stol kompyuterni qanaqa yiqqanimni va aytib bermoqchiman. Ya'ni 2025-yilga juda ham ko'p niyatlarimga yetdim. O'zim akademiya ochdim. To'g'ri, har xil joyga reklama berganim akademiyam to'g'risida, chunki o'zimga достаточно o'quvchilar, komandamga yetarli resurs borligi uchun men hech kimga reklama qilganim yo'q. Chunki menda son emas, sifat muhimligi uchun Ismoilov akademiyasida o'qigan har bitta odam yetarlicha yutuqqa erishgan, ya'ni ko'piga ham erishganligi uchun va bizning akademiya maqsadi insonlar hayotini yengillashtirish, ya'ni biz undan ham hali ko'proq ideyalar chiqarib qilaveramiz. Shuni aytmoqchi bo'lgan narsalarim ichimda hali ko'p. Uni masalan hozirgi videoga juda ham ko'p video sig'dirish niyatim ham yo'q, lekin sizlarga o'zimni ancha yil 2017-yildan beri orzu qilib turib, 2025-yil erishgan orzuyimni ko'rsatmoqchiman, stol kompyuterini, va sizlar uni ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. O'sha shu narsaga stoyitmi yo'qmi? Ya'ni kommentariy yozib qoldiringlar. Kimning nima orzusi bor, yana kim nima orzusiga 2025-yil erishdi o'sha to'g'risida. Va men erishgan narsalarim juda ham ko'p. 2025-yilda birinchi o'rinda o'zimni okrujenam, komandam, atrofdagi do'stlarim, tanish bilishlarim juda ham bir dostoyn odamlar bo'ldi va ungacha unday odamlar yo'q edi. Ya'ni tushunishlaring uchun O'zbekistonda yurgan vaqtlarim bunaqa tanishlarim juda ham kam edi. Rossiyada o'sha masalan universitetga o'qib, universitetda tanishgan og'aynilarim bilan, ular bilan birga biznes boshladik. Noldan boshlaganmiz, hamma narsani Alloh qudrati bilan deylik, odamlarni investitsiya qilishga ishontirish nerealniy narsa edi. Hozir problema emas. Hozir masalan deylik, bitta millioner doliga o'tirib qolsam, bemalol o'zim ideyam bilan o'sha inson investitsiya qilishga majbur qila olaman. Ya'ni unga ko'ndira olaman. O'sha vaqtlari bilsalar, shunaqa qiyin narsa edi. Fikrlash, hamma narsa o'zim o'sha paytlardagi 2022-yildagi videolarimni ko'rsam, o'zim prosta hayron qolaman, o'sha menmanmi deb. O'sha uchun kelinglar, videoni ko'ringlar
Men bitta orzuyimni sizlarga video qilib ko'rsataman. Ya'ni o'sha orzuyim hamma narsasini puliga qaramasdan yig'ganman. Hamma narsasi men o'sha vaqtda qanday xohlagan bo'lsam, xuddi o'shanaqa yig'ilgan. O'zlaring bitta ko'rib baho berasizlar deya umid qilaman. Xo'p, mana shu joyni ochdim. O'sha yoqqacha примерно bu eshigida har doim ochiq turadigan qilgan taqdirimda ham mana shu yerda shunaqa stol tushadi. Stol olaman, mana bu yerda butun hamma kompyuterda narsalar turibdi, hamma narsa bor bu yerda. Vishilkalar. Hozir bo'ladi, mana shu yig'ishni boshlayman. Birinchi stol yig'ib, keyin sizlarga obzor qilishni boshlayman. Shunda bo'lsa video ko'payib ketib qoladi. Xo'p, buni qo'yib bo'ldim. Stol ustozroq kir bunga turibsizlar. Bu kichkina ko'ringan bilan juda ham katta stol. Bunday qilsam hozir ko'rinsa kerak, kattaroqligi juda ham uzun stol. Hozir bunga asas terishni boshlayman. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu yerda yana bor, bu yoqda yana bir dunyo narsa va bu yerda monitor, sistemli blok, mikrofon, svetelnik bor, kovyor bor keyin. Hozir bir yig'ishni boshlayman. Bir boshdan yig'ib ko'rsatishim mumkin, lekin kabellarini adashtirib o'rganman. Bir dunyo kabel bu yoqlarga turibdi. Bular yig'ishga vaqt ketib qoladi. Yig'ilgan holatda masalan hozir xush turishda hozir shunday qilaman, normal jo'fa bo'lib qoladi. Вот. Рабочий zona meni. Sizlarga bunday qilib ko'rsatay, qanaqa turishini, svet и notebook'im, bu yerda powerbank, eng asosiy bu blok bitta keladi bu yerga. Bir dunyo kitob bor bu yoqda, hali yoqda ham bor, to'liq tahlilga ulgurmadim. Monitor, bunisini alohida olganman, komplektda bo'lmaydi. Mikrofon eng zo'rini olganman, что keyinchalik stream uchun. Bu yerda telefonim turadi, Android hozir bu yerda ko'rsataman mana. Buni funksiyonali nima AUX 2, lekin olib turib bir ikkita ishlar qilsa bo'ladi. Webkameradan yaxshiroq. Bu yerda sistemli blok, bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, asosiy ko'p narsani bu yoqqa qo'yganman. Bu yoqqa mikrofonniki, mish, klaviatura va беспроводной kelgan. Hozir sizlarga bunday qilib ko'rsataman. Buni hozir svet o'chgan holatda ko'ramiz. Tak, svet o'chgan holatda sizlarga bolее normal ko'rsataman. Вот, mana shunaqa atmosfera bo'ladi. Hozir qo'shdim notebookda, uzr, kompyuterda. Va bu yerda обязательно notebook turadi. Programmist uchun Android planshet munosib bo'lmaydi. Mishka ham тоже беспроводной, zaryadkasi ham bеспроводной zaryad oladi. Mikrofon, yana nimalar bor ekan sizlarga. Buni obzor qilib bermoqchi edim, lekin to'g'risi narxi o'zimning esimdan chiqib ketib qolgan. Kovyor. Bu nimaga unaqa desalaring, bu men boshqacha zakaz qilganman. Xuddi shunaqasi kelgani uchun aytmay qo'ymadim. Turibdi o'zi. Вот. Sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Mana shu kompyuterda juda ham ko'p qimmat o'yinlar bor, lekin o'ynamayman, chunki xohlashim yo'q, vaqtim yo'q. O'sha uchun yoshlikda o'ynab olinglar. Yoshlikda o'ynasalaring o'zi boshqacha bo'lar ekan. Tak, bu yerda brauzerlarimga kirmaganim ancha bo'lib ketdi. Hozir qo'shilyapti notebook. O'shandan beri kirmadim. Bu yerda juda ham ko'p narsalar bor, ko'rishlaringiz mumkin. Bu meni o'zi polностью mana shu meni biznesim. Ozon Valbris bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Sizlarga aytib ketaman. Tak, keyin bu yerda universitetim bo'yicha, bu yerda boshqa ma'lumotlar, bu yerda ham tak. Hamma saytlar, kerakli saytlar yig'ib chiqqanman, shtobi qidirib qolmaslik uchun. Qolgan Google dan foydalanmaganim sababi Rossiyada problema Google o'sha uchun. Bu yerda asosiy ishchi programmalar bor. Va Steam accountim bor. Steam account o'yinlar ko'p va tak bu yerda asosiy ishchi programmalar, bu yerda Word, Excel, keyin kod yozish uchun Galogin bor. Bu bizani izlom uchun foydalanaman. Bu yerdan VirtualBox bor. Bu Kali Linux uchun. Zoom bu dars o'taman. Keyin bu yerdan mana bu orqali stream uchun webkamera olayman. Webkamera mana shu telefonim, chunki shu orqali
ancha удобный подъехать bo'ladi yoki planshet to'layman kamerasini. Вот. Shunaqa gaplar. Mana shu orzuyimni yig'ish uchun men niyat qilganman va birinchi shuni olishni boshlab asta-astalik qilganman. Bu yerda ozmuncha pul turgani yo'q, chunki hamma narsani sifatiga qarab, hamma narsani maksimalniy holatda olganman. Shunaqa bo'lgan, ya'ni mazza qilib foydalanish uchun. Keyin yana nimalar bo'lishi mumkin? 17 yoshimdan beri orzu qilaman va bu narsalarga 21 yoshimda erishganman. Ya'ni Allohning qudrati va o'zimni mehnatlarim bilan. Notebook buni olinish tarixi ham juda ham qiziq bo'lgan. Tak. Bunda juda ham ko'p dasturlar. Bu asosiy o'zimni ishchim bo'lgani uchun bu yerda eng qimmat SSD qo'ydirganman, 1 terabaytli. Ya'ni maksimalli bundan zo'ri yo'q. Keyin o'zini 256 gigabaytli xotirasi bor. Bunda вообще 512 gigabayt SSD bor. Ya'ni bu ham eng yaxshi SSD bilan yig'ilgan video karta ham bor. Bu yerda protsessorida yadrolar soni ko'p. Chunki bu serverli protsessor qo'yilgan. Bunda ya'ni bu i7, i9 shunga o'xshagan kompaniyalar emas, bu o'zi boshqacha protsessor bu. Обычный protsessor emas buni ichidagisi. Bu yerda har doim ko'rib turaman protsessor ma'lumotlarini, narsalarini. U protsessor umuman qiynalmaydi. Video karta ozroq qiynalib qolishi mumkin, lekin montajlaga protsessor вообще qiynalmaydi. Bu yoqda kelayotgan bo'lsak, bu notebookda 2020-yil olganman. O'sha 6 yil bo'lyapti. Ishlatayotganimga va juda ham akkurat ishlatganimdan mana bu yerda hali qo'l tegmagan mana bu joylariga. Juda ham yaxshi ko'raman notebookimni, boshqa notebook ola olmayman. Bunda ham xuddi shunaqa. Bu yerda juda ham ko'p narsa bor lekin. Bu yerda mana siniy ruguzak, bu yerda yana juda ham ko'p narsa bor. Steam account bunda ham ulangan. Bunda ham go'yoqda o'yinlar o'ynab turaman Steamdan. Hop. Buni Steam alohida Steam. Bu yerda sotib olgan o'yinlarim Skyrim bor, GTA bor. Mana bu Manor Lords bor ekan. Buni ham sotib olganman. Bu shunaqa, bunda endi обычный zerikkan vaqt o'ynash uchun o'yinlar. Asosan bu ham to'liq ish uchun ishlaydigan notebook. Bunda ham xuddi shunaqa Kali Linuxlar bor. Hali bundagisi unchalik kuchli emas, lekin bunda ham bor, hozir ko'rsataman sizlarga. Eng qizig'i buni anchadan beri ochmaganim uchun kodlari ham esdan chiqib qolgan kalima. Endi buni prepreshivka qilib turib qaytadan ochish kerak. Buni parametrlari i3 protsessori qo'yilgan, 10-avlod protsessori. Xotirasi 8 GB, ya'ni RAM operativniy pamyati. Bunda ham Linux bor. Okey. Xuddi shuni ham Yandexga kirib ko'rsak, Yandexda ham bunda ham to'liq ish, faqat ish bo'ladi. Mana bu yerda ham mana ko'rsangiz, ikkita Yandexdan bir xil bu yerda.